Bugun FC Mobile'da yangi numero 7 degan sezon, bu o'zbekchada endi 7-raqamlilar bo'ladi. Bu yerda olmozlar ketdi liga token bilan. Hozir olamiz. 57 yaxshi. 10 yaxshi. Mayda narsalar. Obuna olak esdan chiqmasin. Olmuş mingta bo'ldi. Bu yerda yangi narsalar. Endi atakalardan, ligadan gemni olib beramiz. 2000 pakdan bitta olamiz. Draftlardan ham bitta olamiz keyin. Ikkita draft. Abidi Pele kepti bu yerda 1.9. Ligadan ham olamiz. Abidi Pele'ni olmaymiz çünkü elimizde Barnes var. Barnes yaxshiroq. Ne kadar kelar? Numero 3'te Charles. Nastroydan videoni ovozini pastroq qo'yib, webcam baland bo'lib ketdi juda. Burzilikda James qolib ketibdik. Bu yerdan ham ancha pullar beradi. Olamiz. Legendarniy 5. Obunalayk bosinglar. Bu yerdan 2025 degan. Bu men birinchi uzun videoyim, qo'llab-quvvatlab turasizlar endi. Birinchisi bu. Yigirma olti mingta olmozlar paydo bo'ldi. Bitta numero menyusiga kirib ko'raylik. 2000 talik draft olay. Bunda ollik. Hech narsa kelmabdi bu yerda. Endi chiqamiz. Ozgina draftlardan ochib ko'raylik qani.
Uni yurishini ko'ramiz. Qanday yurgan, qanday ko'rinishda animatsiyasi. Vini Junior kelibdi bu yerda. Vini Junior dribling 156 yaxshi. Uchun. Va birinchisi 5 ta berdi, u yurmaydi. İkincisi yana 5 ta. Olmasızlık. Yana olmasızlık. Hangisi yana olmasızlık böyle? Bu an. Aytganim böyle. Ozgina bir aylanib kelaylik qani, keyin yana ochamiz. Numero bo'limiga kiraylik qani. Bu yerda qulflangan narsalar 123 talginish kuchaytirilgan. Bu yerda Bellingham o'zim bilsam kerak, tushuntirib o'tirman. Har xil padarka o'yinlar. Real Madridga qarshi Token qashlatib bo'larkan. O'tgan sezondagiday futbolchi olish u 12 mingta so'ramasa kerak. Ukam o'zi toshga so'rab qoldi, toshga beraylik. Ki, hozir mushugimga pakoshtirib ko'ramiz. Och. Omadliroq Ispaniya. Lux. Fernando Parador. Omadliga Braziliya. Newcastle. Bu Bruno Guimaraes mi? Joli Lolololo. Kimlar tushadi? Aman suyurmadi. Omadsiz. Qani o'zimiz ochaylik qani. Davay. Давай, Юр, iltimos. Давай. 6 mingta James Harley. Bitta bu Apple'dan kimdir tuvish hechmasa Bellinghamda. Oxirgisi iltimos. Yo. Nimaga? Account edit qilish kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Account edit qilib beraman. Ikkinchida hech kim kelmabdi. Account edit qilish kerak bo'lsa, xullas kommentariyada yozib qoldiraverasizlar, edit qilib beraman. Bani Vinicius Junior o'yinchilarni sotamiz. 3900 ta bo'larkan. Agar shu video 50 tadan ko'p like olsa, akkauntimdagi Raul va Ferran Torresni sotaveraman. Raul va Ferran Torresni sotaveraman butunlay. Yana
Kimlar bor bu yerda? Hech kim tanimagan o'yinchilar. 7 raqamga Ronaldo ham kelsa bilasizlar lekin. Cristiano. U ham 7-raqam-ku. Bellinghamning o'rniga. Bellinghamning ukasining o'rniga. Best rasmi turibdi, nimagadir best yo'q hozir. Extra time ga ham kiramiz. Nimalar bor ekan? Internet qotibdi. Extra time ko'ramiz va videoni to'xtatamiz, tugatamiz, tamom. Savollarga javob. Bu sizlarga shart emasdir. Mayli. Buni ham ko'rsatib beraman. Birinchisi A. Ikkinchisi B. Menimcha. Uchinchisi menimcha A. Menimcha A bo'lishi kerak. B'ni bosib o'raman. Bunisi aniq B. Lekin Manchester City voice. Colin bo'lsa kerak. Bu Monza bo'lsa kerak. Taxminim bo'yicha. To'g'ri. Ancelotti bo'lishi kerak. DVD. Ana yana bitta to'g'ri. Napolimi? Napoli. Yo. 3 ta xato qo'ygan to'g'ri. 350 ta token beryapti. Tokenga nima qilib bo'lar ekan? To'g'ri ko'ramiz. Bir ming 1200 ta tokenga 115 ta 119 gacha ekstra time narsasi berdi donat qilish uchun. Albatta kanalimga obuna bo'lib ketasizlar va kimdir akkaunt edit qilish kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar akkaunt edit qilishni. Kommentariyaga yozib ketinglar, edit qilib beraman. Videomiz tamom. Sog' bo'linglar.